Bugun O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tarkibidagi Toshkent shahrida joylashgan harbiy qism hamda muassasalarni yosh harbiy xizmatchi va xodimlari o'rtasida Ajdodlar izidan intellektual o'yinining Toshkent shahar bosqichi o'tkazilmoqda. Ushbu intellektual o'yin O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tarkibidagi vazirlik hamda idoralarning 2026-yil davomida yosh harbiy xizmatchi va xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dasturini ijrosi o'laroq amalga oshirilmoqda. Bugungi intellektual o'yin yosh harbiy xizmatchi hamda xodimlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan. An'anaviy tarzda o'tkazib kelayotgan ushbu intellektual o'yin tanlovi har yili bir marotaba o'tkaziladi, ya'ni mavsumiy. Ibratning oilasi qaysi mashhur mutasavvir avlodiga mansub? Vaqt ketdi. Juda zo'r o'yin ketmoqda hozirda. Ichki ishlar akademik litsey, birinchi sonli akademik litseyda o'qiyman. Birinchi bosqich talabasiman. Bizning jamoa xudo xolasa yutyapti hozircha. Ikkinchi bosqichga o'tib olsak, shu bo'yicha ikkinchi bosqichda o'zim qatnashaman. Chunki ikkinchi bosqich qiyro bosqich deyishyapti. Ya'ni juda ham qiziqarli bo'lyapti, ko'rib turganingizdek. 5 ta asar bo'yicha olib borilmoqda ushbu zakovat ko'rik tanlovi. Haqiqatan mana shaffof bo'lib o'tmoqda, jamoalar o'rtasida shaffof o'tkazilmoqda. Bu esa kelgusidagi aynan o'sha harbiy xizmatchilarimizning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga o'zini katta hissasini qo'shmoqda. O'yin juda ham qiziqarli, ajoyib o'tmoqda. Asosan bu yerda tezlik va epchillik kerak. Baribir o'sha o'qiganingiz bitta bilim chiqadi. Savollari juda ham qiziqarli. Asosan o'zbek adabiyotdan olingan, barcha o'qigan asarlarimizdan. Bunday turnirlarni tashkil etishdan maqsad yosh harbiy xizmatchilar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni mutolaaga keng jalb etish va ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishdan iboratdir.